Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan har bir pensiya oluvchini, har bir qariyani, har bir nogironligi bor shaxsni va hatto pensiyaga chiqish arafasida turgan har bir kishini bevosita qiziqtiradigan, hayotiga ta'sir etadigan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Men hozir aytadigan ma'lumotlar shunchaki navbatdagi yangiliklar emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz, huquqlaringiz va majburiyatlaringiz bilan bevosita bog'liq bo'lgan o'ta dolzarb masalalardir. Bu mavzu shunchalik jiddiyki, hatto bir dona noto'g'ri qadam sizni ko'plab huquqlaringizdan mahrum qilishi yoki kutilmagan moliyaviy muammolarga duchor etishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni va har bir tafsilotni o'zingizga singdirishingizni qat'iy tavsiya etaman. Aynan hozir kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Chunki bugun siz uchun eng qimmatli ma'lumotlarni ulashaman. Mavzuyimiz nomi: pensiya oluvchilarga nimalar endi mumkin emas va nimalar mumkin? Muammoning mohiyati. Avvallar qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Aziz do'stlar, eslashingiz mumkin, avvalgi yillarda pensiya tizimi biroz soddaroq ko'rinardi. Ba'zi qoidalarga ko'proq erkinlik berilganday tuyulardi. Masalan, norasmiy ishlash yoki qo'shimcha daromad topish masalalariga shunchaki ko'z yumilgan holatlar ham bo'lardi. Yo'q, bu narsalar tizim tomonidan to'liq nazoratga olinmagan edi. Ko'pincha pensiya oluvchilar o'zlarining shaxsiy ishlari, mol-mulklari yoki qisqa muddatli daromad manbalari haqida hisobot berishga majbur emas edilar. Yoki bu majburiyatlar shunchaki aniq belgilanmagan edi. Qonunchilikda ba'zi bo'shliqlar mavjud bo'lib, bu ba'zi hollarda huquqbuzarliklarga yo'l ochgan. Ba'zi hollarda esa oddiy fuqarolar o'z huquqlarini bilmagan holda noto'g'ri qadamlar tashlagan. Ammo hozir ahvol tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan juda ko'p qonun hujjatlari, prezident farmonlari va vazirlar mahkamasi qarorlari qabul qilindi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya tizimini adolatliroq, shaffofroq va maqsadli qilib, pensiya oluvchilarning haqiqiy ehtiyojlarini qondirish hamda resurslarni yanada samarali taqsimlashdir. Davlat pensiya tizimiga kiruvchi har bir mablag' va har bir chiqim aniq hisobga olinishini, har bir fuqaro aniq hisobga olinishiga va nafaqalarni o'z vaqtida va to'liq olishini ta'minlashga qaratilgan harakatlar kuchaytirildi. Shu bilan birga ba'zi imkoniyatlar kengaytirilib, boshqa tomondan esa noto'g'ri foydalanishga yo'l qo'ymaslik uchun ayrim cheklovlar ham kiritildi. Endi davlat har bir pensiya oluvchining daromadlari, mol-mulki va hayotidagi o'zgarishlarni ancha jiddiyroq nazorat qilib bormoqda. Shu bois har bir pensiya oluvchi o'z huquqlari va majburiyatlarini aniq bilishi shart. Asosiy qism in. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanish kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak. Avvalo, nimalar endi mumkin emas? Ya'ni qanday harakatlar sizni pensiyangizdan mahrum qilishi yoki uning miqdorini kamaytirishi mumkin? Shularni batafsil ko'rib chiqamiz. 1. Norasmiy daromadni yashirish yoki rasmiy ish joyini yashirish. Bu ehtimol eng keng tarqalgan va jiddiy muammolardan biridir. Agar siz pensiya olib turib rasman ro'yxatdan o'tmagan holda ishlasangiz, ya'ni norasmiy sektorda daromad topsangiz, bu sizning pensiyangizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa bu holat ijtimoiy pensiya yoki nogironlik pensiyasi oluvchilarga tegishli bo'lib, ularning pensiyalari ko'pincha muhtojlik yoki mehnat qobiliyatining yo'qligi tamoyiliga asoslanadi. Misol, Dilfuza opa 65 yoshda yolg'iz yashaydi va har oyda davlatdan ijtimoiy pensiya oladi. U qo'shimcha daromad topish maqsadida mahalliy bozorda kichik bir stol olib, u yerda uyida to'qigan ro'mollarni sotishni boshladi. Lekin u tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmadi va daromadlarni hech qayerda ko'rsatmadi. Bir necha oydan keyin pensiya jamg'armasi xodimlari nazorat tadbirlari davomida uning faoliyatidan xabar topishdi. Natijada nima bo'ldi? Dilfuza opaning ijtimoiy pensiyasi vaqtincha to'xtatildi. Unga o'z daromadlarini rasmiylashtirish va agar daromadi belgilangan miqdordan oshsa, ijtimoiy pensiyaga bo'lgan huquqini qayta ko'rib chiqish kerakligi haqida ogohlantirish berildi. Chunki ijtimoiy pensiya faqatgina ma'lum daromad chegarasidan past bo'lgan shaxslarga beriladi. Agar uning daromadi bu chegaradan oshib ketsa, u ijtimoiy pensiyadan mahrum bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar u pensiya jamg'armasiga noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarishi shart bo'ladi. Hatto bu sud orqali undirilishi ham mumkin. Bu holat norasmiy ishlashning oqibatlari naqadar jiddiy bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. 2.
mol-mulk holatidagi jiddiy o'zgarishlarni yashirish, ba'zi turdagi pensiyalar, masalan, oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasining ba'zi turlari shaxsning moliyaviy ahvoli va mol-mulki bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizning mol-mulkingizda jiddiy o'zgarishlar, masalan, katta meros, qo'shimcha ko'chmas mulk sotib olish yuz bersa va siz buni pensiya jamg'armasiga bildirmasangiz, bu ham muammolarga olib kelishi mumkin. Misol, Akmal bobo 7 yoshda pensiyaga chiqqaniga ko'p bo'lmagan uzoq yillik xizmati uchun yaxshi pensiya oladi. Uning pensiyasi faqatgina yoshi va ish staji bilan bog'liq. Shuning uchun uning mol-mulki bevosita pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Ammo uning o'g'li og'ir kasallikka chalinib vafot etdi va uning kichik bolalari Akmal boboning qaramog'iga o'tdi. Bu bolalar uchun Akmal boboga oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan edi. Keyinchalik Akmal bobo meros sifatida katta fermer xo'jaligini qo'lga kiritdi. U yerda faoliyat yuritishni boshladi va ancha yuqori daromad ola boshladi. Lekin u bu o'zgarishni va o'zining moliyaviy ahvolining sezilarli darajada yaxshilanganligini pensiya jamg'armasiga ma'lum qilmadi. Natijada u farzandlariga tayinlangan oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olishda davom etdi. Bu yerda agar Akmal boboning daromadi ma'lum bir chegaradan oshib ketgan bo'lsa, u bolalarga to'lanayotgan pensiyani olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin edi. Chunki bu pensiya bolalarning ehtiyojiga qarab beriladi. Agar bu holat aniqlansa, ortiqcha to'langan mablag'lar undirib olinadi va Akmal boboga jiddiy muammolar tug'diradi. O'tu, mamlakat tashqarisida uzoq muddat yashash. Pensiya odatda fuqarolik va rezidentlik, mamlakatda yashash bilan bog'liq. Agar pensiya oluvchi uzoq muddatga, ya'ni 6 oydan ko'proq muddatga chet elga chiqib ketsa va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasangiz, pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Misol, Gulnora xola 7 yoshda nafaqaga chiqqan, har oyda pensiya oladi. Uning o'g'li Rossiyada ishlaydi va Gulnora xolani o'zining yoniga bir yilga mehmonga chaqirdi. Gulnora xola hech qanday hujjatlar rasmiylashtirmay, pensiya jamg'armasiga xabar bermasdan Rossiyaga jo'nab ketdi. 6 oydan keyin uning pensiya kartasiga pul tushishi to'xtadi. Chunki pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida uning mamlakat hududini tark etganligi va uzoq muddat qaytmaganligi haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bunday hollarda pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatiladi va u faqatgina mamlakatga qaytib, o'zining bu yerda ekanligini tasdiqlagandan keyingina tiklanadi. Oradan o'tgan muddat uchun pensiya faqatgina maxsus arz va hujjatlar asosida to'lanishi mumkin. 4. Nogironlikni belgilashda yolg'on ma'lumot berish bu eng og'ir jinoyatlardan biri hisoblanadi. Agar nogironlik pensiyasi olish uchun soxta tibbiy ma'lumotlar, hujjatlar taqdim etilganligi yoki aldash yo'li bilan nogironlik guruhini olish holatlari aniqlansa, pensiya bekor qilinadi va barcha to'langan mablag'lar sud orqali undirib olinadi. Bu nafaqat moliyaviy jazo, balki jinoiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Misol, baxtiyor yosh, sog'lom erkak, lekin nogironlik pensiyasi olish maqsadida qalbaki tibbiy hujjatlar tayyorlatib, nogironlik guruhini olishga muvaffaq bo'ldi. Bir necha yil davomida u pensiya olib turdi. Lekin ichki ishlar organlari va tibbiy muassasalar orasidagi elektron ma'lumot almashinuvi natijasida uning hujjatlaridagi nomuvofiqliklar aniqlandi. Tergov natijasida uning firibgarlik yo'li bilan pensiya olganligi isbotlandi. Natijada Baxtiyor nafaqat pensiyadan mahrum bo'ldi, balki barcha olingan pullarni qaytarib berishga majbur qilindi. Ustiga ustak jinoiy javobgarlikka tortildi. Xo'sh, kimlar xavotirlanishi kerak? Norasmiy sektorda daromad topayotganlar. Yaqinda mol mulkida ko'chmas mulk, katta miqdordagi pul jiddiy o'zgarishlar yuz bergan, lekin buni pensiya jamg'armasiga bildirmaganlar. Uzoq muddatga 6 oydan ortiq chet elga ketishni rejalashtirayotganlar. Nogironlik guruhi bilan bog'liq hujjatlarining to'g'riligiga ishonch komil bo'lmaganlar. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Daromad manbai faqatgina pensiyadan iborat bo'lganlar. Rasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan va barcha soliqlar hamda ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lab borayotganlar. Bunday hollarda ish beruvchi barcha ma'lumotlarni o'zi pensiya jamg'armasiga taqdim etadi. Mol mulkida jiddiy o'zgarishlar bo'lmaganlar yoki bo'lgan bo'lsa-da, bu ularning pensiya turiga ta'sir qilmaydiganlar. Endi esa nimalar endi mumkin? Ya'ni pensiya oluvchilar uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratildi? Shularni ko'rib chiqamiz. Pensiya olib turib rasman ishlashning kengaygan imkoniyatlari. Avvallari ayrim pensiya turlarini
oluvchilar uchun ishlash cheklangan edi. Ba'zilariga esa ish stajiga ta'sir qilardi. Hozir esa ko'plab pensiya oluvchilar uchun rasman ishlash va shu bilan birga o'z pensiyasini to'liq olish imkoniyatlari kengaytirildi. Misol, Sayfiddin Bobo 64 yoshda yoshi bo'yicha pensiya oladi. U uzoq yillar qurilish sohasida ishlagan. Pensiyaga chiqqandan keyin ham u hali o'zini tetik his qilar, uyda o'tirishni istamasdi. Bir qurilish kompaniyasi unga maslahatchi sifatida ishlashni taklif qildi. Avvallari u ishlashni boshlasa, pensiyasidan bir qismi ushlab qolinishdan xavotirlanardi. Ammo yangi qonunchilikka ko'ra u rasman mehnat shartnomasi asosida ishga joylashdi va endi o'z pensiyasini ham, ish haqini ham to'liq olib kelmoqda. Bundan tashqari, u ishlashda davom etgani sababli uning ish staji hisoblanib, kelajakda pensiyasi qayta hisoblanishi va yanada oshishi mumkin. Bu pensiya oluvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishga, ularning bilim va tajribasidan foydalanishga katta imkoniyat yaratadi. 2. Yangi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari va nafaqalar davlat yolg'iz pensiya oluvchilarga nogironligi bo'lgan bolalarning vasiylariga yoki muayyan og'ir kasalliklarga chalingan shaxslarga yordam berishga qaratilgan yangi nafaqalar va qo'shimcha to'lovlarni joriy etmoqda. Misol, Shahnoza opa 6 yoshda nogironligi bo'lgan farzandining yagona vasiysi. U avval faqat yoshga doir pensiya olardi. Yangi qonunchilikka ko'ra, endilikda u nogiron farzandi uchun maxsus nafaqa ham olish huquqiga ega bo'ldi. Bu nafaqa bolaning dori-darmonlari, maxsus parvarishi va o'qishi uchun juda katta yordam bo'lmoqda. Bu kabi qo'shimcha yordamlar pensiya oluvchilarning hayot sifatini yaxshilashga va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ayrim xizmatlar uchun soddalashtirilgan tartiblar va imtiyozlar. Pensiya oluvchilar uchun sanatoriy kurort davolanishga yo'llanmalar olish, jamoat transportida imtiyozli tariflar yoki hatto uy-joy kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar olish tartiblari soddalashtirilmoqda. Misol, Oysha xola 75 yoshda har yili o'z salomatligini mustahkamlash uchun sanatoriyga borishni xohlar edi. Avvallari bu jarayon ancha murakkab edi. Hozirda esa pensiya jamg'armasi orqali elektron ariza berish imkoniyati yaratildi va u o'z pensiya guvohnomasini taqdim etgan holda imtiyozli yo'llanmani osongina qo'lga kiritdi. Endilikda jamoat transportida ham pensiya guvohnomasini ko'rsatib, imtiyozli tarzda sayohat qilishi mumkin. Bu kabi qulayliklar pensiya oluvchilarning kundalik hayotini yengillashtirishga qaratilgan. 4. Elektron xizmatlar va masofaviy murojaat qilish imkoniyatlari. Pensiya bilan bog'liq ko'plab masalalar, jumladan pensiya hisob varag'ini tekshirish, pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot olish, ba'zi turdagi arizalarni topshirish endilikda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mi.uz orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu pensiya jamg'armasiga shaxsan borishga ketadigan vaqt va kuchni tejaydi. Misol, Temur akaga pensiyasining oxirgi hisobi qanday amalga oshirilganligi qiziq edi. U avval pensiya jamg'armasiga borib, navbat kutib ma'lumot olar edi. Hozir esa my.uz portaliga kirib, shaxsiy kabinetda o'zining pensiya hisob varag'i bo'yicha batafsil ma'lumotni bir necha daqiqada ko'rib chiqdi. Hatto pensiyani qayta hisoblash bo'yicha dastlabki arizani ham onlayn topshirdi. Bu tizim pensiya oluvchilarining byurokratik to'siqlarga duch kelmasdan qulay va tezkor xizmatlardan foydalanishga yordam beradi. 5. Pensiyalarni muntazam indeksatsiya qilish va oshirish hukumat aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash maqsadida pensiya va nafaqalar miqdorini muntazam ravishda inflyatsiya darajasiga mos ravishda indeksatsiya qilib boradi. Pensiya oluvchilarning xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Misol, Ferza xola uzoq yillik o'qituvchi. Uning pensiyasi har yili ma'lum bir foizga oshirib boriladi. Bu yil ham uning pensiyasi o'rtacha 10 ga oshirildi. Bu har yili muntazam ravishda amalga oshiriladigan jarayon bo'lib, pensiya oluvchilarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatining muhim qismidir. Asosiy qism 2. Qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Pensiya tizimi murakkab mexanizm bo'lib, umumiy qoidalar bilan bir qatorda ko'plab istisnolar, noaniq jihatlar va kutilmagan tuzoqlar ham mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan saqlab qoladi. Pensiya turi muhim ahamiyatga ega. Barcha qoidalar barcha pensiyalarga bir xilda tegishli emas. O'zbekistonda bir necha turdagi pensiyalar mavjud. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy pensiyalar. Har birining o'z shartlari va talablari bor. Misol, o'tmishda yoshga doir pensiya oluvchi ishlaganda
uning ish staji keyinchalik qayta hisoblanishiga yordam bergan. Ammo nogironlik pensiyasi oluvchi ishlasa, uning nogironlik pensiyasi qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Chunki nogironlik pensiyasi uning mehnat qobiliyati cheklanganligi sababli beriladi. Agar uning ishlashi mehnat qobiliyatini tiklaganini ko'rsatsa, pensiya guruhini qayta ko'rib chiqishga asos bo'ladi. Hozirda yoshga doir pensiya oluvchilar uchun ishlash imkoniyatlari kengaytirilgan bo'lsa-da, nogironlik pensiyasi oluvchilar ishga joylashishdan oldin pensiya jamg'armasi va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi bilan maslahatlashishlari shart. Chunki ularning ishlashi nogironlik guruhini tasdiqlovchi shartlarga zid kelmasligi lozim. O'zgarishlar haqida hisobot berish majburiyati. Ko'pgina pensiya oluvchilar aynan shu nuqtada tuzoqqa tushib qoladilar. Sizning hayotingizdagi ma'lum o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berish sizning majburiyatingizdir. Bular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Yashash manzilingiz o'zgarishi, turmush holatingizning o'zgarishi, masalan, nikohdan o'tish yoki ajralish, qaramog'ingizdagi shaxslar sonining o'zgarishi, masalan, farzandning umr tekish yoshga to'lishi, oila a'zosi vafoti, ishga joylashish yoki ishdan bo'shash, ijtimoiy pensiya oluvchilar uchun daromad manbalarining paydo bo'lishi yoki o'zgarishi, nogironlik guruhining o'zgarishi. Misol, Malik aka 12 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Uning yashash manzili o'zgardi, lekin u pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermadi. Natijada pensiya jamg'armasidan keladigan muhim xabarlar yoki qayta hisoblash bo'yicha ogohlantirishlar unga yetib bormadi. Bu esa kelajakda ba'zi imtiyozlardan mahrum bo'lishiga yoki moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Daromad chegara miqdorlari, ayrim ijtimoiy nafaqalar va pensiya turlari, masalan, oila boquvchilik pensiyasining ba'zi qismlari muhtojlikka asoslanadi. Ya'ni oilaning umumiy daromadi ma'lum bir belgilangan chegaradan oshmasligi kerak. Misol, bir oila uchun belgilangan daromad chegarasi har bir oila a'zosi uchun oyiga 50 million so'm deb belgilangan bo'lsin. Agar bu oila a'zolaridan kimdir katta daromadga ega bo'lib, o'rtacha daromad bu chegaradan oshib ketsa, ularga to'lanayotgan nafaqa yoki pensiya turi qayta ko'rib chiqiladi yoki to'xtatiladi. 4. Xalqaro shartnomalar. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz yoki chet el fuqaroligiga ega bo'lsangiz, O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan pensiya masalalari bo'yicha tuzgan xalqaro shartnomalari sizning pensiya huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu juda murakkab masala bo'lib, har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. 5. Qo'shimcha kichik imtiyozlar va subsidiyalar. Ko'pgina pensiya oluvchilar o'zlariga tegishli bo'lgan barcha qo'shimcha imtiyozlar, masalan, isitish, kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar, tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar haqida bilmaydilar. Bu kichik imtiyozlar umumiy oila byudjetiga sezilarli yordam berishi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki mahalla fuqarolar yig'ini orqali bu imtiyozlar haqida ma'lumot olish mumkin. Misol, Madina xola ko'p yillik tibbiyot xodimi. Unga kommunal xizmatlar uchun ma'lum bir foizda subsidiyalar berilishi mumkinligini bilmasdi. Mahalla fuqarolar yig'inidagi maslahatchi unga bu haqida aytib, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam berdi. Natijada u har oyda kommunal to'lovlar uchun sezilarli miqdorda pul tejay boshladi. 6. Qonunlarning orqaga qaytish kuchi. Yangi qabul qilingan qonunlar odatda kelajak uchun amal qiladi, lekin ba'zi hollarda ular orqaga qaytish kuchiga ega bo'lishi mumkin. Bu degani ilgari sodir bo'lgan voqealar ham yangi qonun asosida baholanishi mumkin, ammo bu holatlar juda kam uchraydi va qonunchilikda aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 7. Boshqa ijtimoiy nafaqalar bilan o'zaro aloqa. Pensiya olishingiz boshqa ijtimoiy nafaqalar, masalan, uy-joy subsidiyalari, bolalar nafaqalari olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar pensiyangiz yuqori bo'lsa, siz boshqa muhtojlikka asoslangan nafaqalarni ola olmasligingiz mumkin. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nimalar qilish kerak? Aziz do'stlar, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, sizning haqingiz va xotirjamligingiz uchun quyidagi amaliy maslahatlarga amal qilishingizni tavsiya etaman. 1. O'z pensiya turingizni aniq biling va uning shartlarini o'rganing. Siz qanday pensiya turini, yoshga doir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy olayotganingizni aniq bilishingiz shart. Har bir pensiya turining o'ziga xos qoidalari, cheklovlari va imtiyozlari bor. Pensiya guvohnomangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Agar savollaringiz bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 2. Doimiy ravishda ma'lumotlarni kuzatib boring.
pensiya tizimidagi o'zgarishlar haqida rasmiy manbalardan, pensiya jamg'armasining veb-sayti, Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali OAB ma'lumotlarni kuzatib boring. Yangiliklardan xabardor bo'lish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. O'ch shubhali savollaringiz bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Hech qachon taxminlarga tayanmang. Agar sizda biror vaziyat yuzasidan shubha tug'ilsa, masalan, ishga kirish, mol-mulk sotib olish yoki sotish, uzoq muddatga chet elga chiqish, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan borib, mutaxassislar bilan maslahatlashing yoki ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlari. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi. Agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, ishga kirgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi, mehnat shartnomasi kabi qo'shimcha hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Nimani yozish kerak? Agar sizda rasmiy murojaat qilish zarurati tug'ilsa, murojaat arizangizni aniq va tushunarli qilib yozing. Murojaatda o'z shaxsingizni, manzilingizni, murojaat sababini va istalgan natijani aniq ko'rsating. Iloji bo'lsa, 2 nusxada yozing va biriga kirim shtampini bostirib oling. Barcha tegishli hujjatlarni tartibli saqlang. Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz, bank hisob varag'i ma'lumotlari, kvitansiyalar, shartnomalar kabi barcha pensiya bilan bog'liq hujjatlarni tartibli va xavfsiz joyda saqlang. Ularning har birining nusxasini ham olib qo'ying. 5. Hayotingizdagi o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bering. Yuqorida sanab o'tilgan har qanday o'zgarishlar, manzil, oilaviy ahvol, daromad manbai, ishga joylashish va haqida pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bering. Bu sizni kelajakdagi ortiqcha to'lovlar, jarimalar yoki pensiyadan mahrum bo'lish kabi yoqimsiz vaziyatlardan asraydi. 6. Raqamli xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, MyDocup.uz portali orqali davlat xizmatlaridan foydalanishni o'rganing. Bu sizga ko'p vaqtingizni tejashga va pensiya jamg'armasiga shaxsan borishga ehtiyoj qoldirmasdan ko'plab masalalarni hal qilishga yordam beradi. Qarindoshlaringizdan, farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. 7. Huquqiy yordamni izlashdan cho'chimang. Agar sizning pensiya huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz yoki tushunarsiz holatlarga duch kelsangiz, yuridik maslahat olishdan cho'chimang. Adliya vazirligi tizimidagi yurist xizmatlar, advokatlar yoki bepul huquqiy yordam markazlari sizga yordam berishi mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, bugungi videomizda pensiya tizimida yuz bergan muhim o'zgarishlar, pensiya oluvchilar uchun nimalar endi mumkin emasligi va nimalar mumkinligi haqida batafsil ma'lumot berdim. Pensiya bu sizning uzoq yillik mehnatingiz va davlatning ijtimoiy himoyasining natijasi. Shunday ekan, o'z huquqlaringizni biling, majburiyatlaringizni bajaring va doimo xabardor bo'ling. Har bir o'zgarishga jiddiy e'tibor berish, ayniqsa hozirgi tez o'zgaruvchan dunyoda juda muhimdir. Sizning har biringizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz biz uchun muhim. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Videodagi har bir so'zga diqqat bilan yondashganingizdan minnatdorman. Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Siz pensiya tizimidagi qanday o'zgarishlarga duch keldingiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir kommentariyni diqqat bilan o'qiyman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga intilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.